بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم Mana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem minberim ve ravzamning orasida bir makon bor. Bu makon cennet makonlaridan bir makondir deganlar. Mana o'sha makon. Ularni mana qolgan ustunlardan boshqacha qilib qo'yilgan. Xudo xolasa mana Peygamberimizga salom bergani keldik.